NATO Yevropa davlatlarini mudofaa tizimlarini kuchaytirishga chaqirdi. NATO Yevropadagi a'zo davlatlardan Rossiya tajovuzi tahdidiga javoban muhim bo'shliqni to'ldirish maqsadida yerusti havo mudofaasi salohiyatini 5 baravarga oshirishni so'ramoqda. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bu kuchaytirish masalasi ertaga 5-iyun kuni Bryusselda bo'lib o'tadigan NATO mudofaa vazirlari yig'ilishida muhokama qilinadi. Ushbu muzokaralar yopiq eshiklar ortida olib borilayotganligi sababli xabar bergan manbalar anonim qolishni so'ragan. Ularga ko'ra 5 baravar oshirish maqsadi alyansning Yevropadagi a'zolari uchun umumiy hisoblanadi. Yakuniy bosqichda esa har bir davlatning havo mudofaasi darajasi har xil bo'lishi mumkin. Ushbu havo mudofaasi tashabbusining aniq muddati esa noma'lum. Qayd qilinishicha, bu haftadagi yig'ilishda Yevropa va Kanada tomonidan AQSh mudofaa tizimlariga qaramlikni kamaytirish hamda qayta qurollanish bo'yicha sovuq urush davridan beri eng katta rejalardan biri tasdiqlanishi kutilmoqda. Bryussel yig'ilishi 24-25 iyun kunlari Gagada bo'lib o'tadigan yetakchilar sammiti uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Qurol-yarog' zaxiralarini oshirish alyans bo'ylab mudofaa xarajatlarini ko'paytirishga qaratilgan keng qamrovli rejalar doirasida amalga oshirilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning turtkisi bilan NATO a'zolari yalpi ichki mahsulotning 5%ni mudofaaga sarflash bo'yicha umumiy maqsad atrofida birlashmoqda. Shundan 3,5% to'g'ridan-to'g'ri mudofaa uchun, yana 1,5% esa infratuzilma, kiberxavfsizlik va fuqarolik tayyorgarligi kabi mudofaaga aloqador sohalarga ajratiladi. Biz o'zimizning qarshilik va mudofaa salohiyatimizni kuchaytirishda davom etishimiz kerak. Bu esa to'liq harbiy jangovar tayyorgarlikka o'tishni anglatadi. Biz urush holatida emasmiz, lekin tinchlikda ham emasmiz, degan NATO bosh kotibi Mark Rutte 2-iyun kuni Vilnyusda bo'lib o'tgan uchrashuvda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 2-iyun kuni Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer Britaniyani urushga tayyor holatga keltirishga va'da berib, 12 tagacha yangi hujumchi suvosti kemasini qurish, yadroviy hamda boshqa qurollarga milliardlab funt sterling sarmoya kiritish rejalarini e'lon qilgan edi.